Nimaga arablarda oila buzilmaydi bilasizmi? Uylanish shu darajada muammoki, zo'rg'a uylanadi. Hamma yo'qda o'zi qiladi. Mahrni katta beradi. Shuning xotinni qo'yavermaydi. Bizda-chi bizni? Biz so'qinmay turib bersalar bu, kelin tomon kiyintirib ketadi. Bu yotadigan divaningiz, mana burningiz oqib ketsa artadigan ro'molchingiz, bu maykingiz, pastida ham ichingizga kiyadiganingiz, bu qizimiz. So'qinib turaveradi. Ikkita uyda oylab qo'ysa bo'ldi, kelaveradi hamma yo'q. Bunaqa qilib har kuni uylanadi odam. Nima muammo bitta? Kelin tomonga birorta savat yo'q. Hamma bayramda kuyov tomonga qil, obor, ber. Shu bo'ki o'lsin, shu to'ysin shu. Bir de kapanlik qoldi xolos. O'sha qayna degan kapan qo'yishni qilish kerak mana shu narsa. Bir ziyofatni ichiga kafanlik deb kamplik qilib, so'nglargacha solib berib yuborish kerak. Xudo sizga kapanlik, sizga kapanlik. Ajo'mas ta'sir qilsa o'shanga. Shu qoldi xolos.